Bruderlarimiz sotuvda. Polniy termoregulyator bo'ladi, avtomat. Harorat o'zi ko'tarilganda o'zi o'chadi. Kamlik qilganda yana ko'tarib oladi. Harorati yetganda mana bunaqa o'chadi. Ko'rsataman. Ikkita lampochka o'chadi, led lampochka doimiy yonib turadi. Bedanalardan katta bedanalar bo'lsa 20 ta 30 tagacha bemalol boqsanglar bo'ladi, makiyonlarini. Jo'jalardan 30 ta 40 ta jo'ja boqsa bo'ladi. Bedana jo'jasidan 60 ta 70 tagacha bemalol ichiga tashlasanglar bo'ladi. 1 metrga eniga 50 sm bo'yi, ichi 40 bo'ladi. Oyoqchalari bo'ladi bunda 4 ta. Hozir oyoqchalari qo'yilmagan. Tepada paralon bo'ladi. 2 sm bedanalar sakraganda boshi lat yemasligi uchun oynalari oltili oyna, uchimchi sinmaydi. Keyin bu DSP, ichiga suv bo'ktirib qo'yib yoki kunlab suv ichiga to'ldirib qo'ysangiz, to'g'ri lat yeyishi mumkin, lekin suv to'kilib ketganda, masalan, ozgina suv to'kilib nam tegadigan bo'lsa, uchimchiga ishlaydigan DSP emas, yaxshi DSPdan qo'yilgan. Endi ichida o'rdak boqmaysizlar-ku. Nima narsa boqsanglar ham baribir oyog'ini tagiga quruq tutishga harakat qilasizlar. Nima narsa boqsanglar ham. Mana ko'rasizlar. Italiya bedanasi bu. Makiyon tuxumga kirgan bedana. Orientir olishinglar uchun qo'yib beraman mana. Miya bo'ladi termoregulyator. Bu yerda xohlasanglar mana bitta lampochkani o'chirib qo'ysanglar bo'ladi. Yarim boqsanglar bo'ladi. Xohlasanglar bu yog'ini boshqacha kirasiz, bu boshqacha kirasiz. Bu tomonda led lampochka mana o'chirib qo'ysangiz, led lampochka har doim doimiy yonib turishi kerak.